Bilasan, men xonamni Pinterest styleda bezaman, imенно рабочая zona qilib. Bugun sizlar bilan nimalar olganimni unpacking qilib ko'rsataman. Muslima kundaligi. Bu planerda har xil chanaqalaringiz yozsangiz bo'ladi. Kстати, bu yerda Allohning ismlari hammasi bitta kundalikda. Estetikani sevadiganlar uchun deb aytsam bo'ladi bu bloknotni, chunki ichini ko'ryapsizlarmi? Yozsangiz bo'ladi, rasmlar yopishtirsangiz bo'ladi. Milenький daftarchik. Kстати, mana bunaqa. O'zi juda ham ko'p ishlar qilishimiz kerak bo'ladi, lekin esimizdan chiqadi. Shuning uchun mana shunaqa weekly planner degan daftarchani oldimizga olib yurishimiz kerak. Men bunaqa markalarni juda ham sevdim. Buni hali ishlatib ko'rmadim-da, no obzor bilan bor edi profilda. Chunki profil egasi ham imенно men sevib o'qiydigan kitoblarni o'qirganlar, imенно o'sha joylarni highlight qilganda, ya'ni imенно shu markerni ishlatganlari uchun men juda ham olgim keldi, to'g'risi. Mana bu narsa menga juda ham kerak edi. Obzorlarni ochishga. Kстати, hozir endi bundan ishlatamiz. Endi ikkinchi paketimizni obzorga o'tamiz. Mana bunaqa organizer. Oq rangda menimcha juda ham mos tushadi, chunki oq va pushti bo'lyapti stolim. Men bu yog'iga ruchka, highlighterlarimni, markerlarimni solaman. Bu tarafga esa stikerlar uchun. Buni esa qizlar sizlar olishingiz kerak, точно, chunki именно dars qilishingiz yoki ishlashingizda bu narsa sizga prям 100% kerak bo'ladi. Mana shunaqa stilda. Buni tugatdik, endi keyingisiga o'tamiz. Bu degani budilnik. Men yoshligimda juda ham qiziqqanman shunaqa soatlarga. Qanaqa uryapti? To'g'risi, menda bunaqa soat oldin bo'lmagan. Bu kitobni ushlab turadigan narsa. Buni razmeri o'zgaradi, qottaradi. Kitobingizni anaqasiga, ko'pligiga qarab po razmeru. Bu setka esa devorga yopishtirish uchun, har xil stikerlar yoki kerakli bo'lgan narsalarni yopishtirib qo'yish uchun. Aktualniy odamlar uchun mana shunaqa kunlik, haftalik va oylik planerlar. Shunaqa qilib bugungi unpackingimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamma narsani men bitta do'kondan olganman. Profilni esa shu yerda qoldiraman, ссылkadan bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin.